Assalomu alaykum azizlar. Bugun men anchadan beri tugatolmay yurgan ishimni oxiriga yetkazdim va bundan ancha bir xursandman. Shuning uchun bugun sizlar bilan kitob haqida gaplashamiz. Fyodor Dostoyevskiyning Jinoyat va jazo asari. Bu asar haqida juda bir ajoyib fikrlar yo'q, lekin bu asar insonga bir vaqtda hech nima va o'sha vaqtning o'zida hamma narsani bera oladi deb o'ylayman. Chunki bu asarda odam ichki hissiyotlarini jilovlashni o'rganish kerakligi haqida yozilgan. Bu asarda eng muhim narsa, sizni jalb qiladigan narsa yarq etib ko'rinmaydi. Bu asarni o'qib bo'lgan odam bu asar haqida boshqa asarlar kabi ma'lumot bera olmaydi. Chunki bu asarda hamma narsa chalkashib ketgan. Bosh qahramonning hayoti ham, unga yaqin bo'lgan insonlarning hayoti ham bitta bir bosh qahramonni o'zini ham topish qiyin. Chunki bosh qahramon Raskolnikov deb beriladi. Faqat Raskolnikov hayotiga urg'u beriladi, uni singlari, atrofidagi odamlar, lekin u yerda bo'lib turgan ish harakatlar hamma yoqqa burilib ketaveradi. Masalan, Raskolnikov odam o'ldirib qo'ygan paytda ham ulardan ishchilarga burilib ketadi, gap sochilib har bir odamning hayotiga kirib chiqadi. Bu asarda insonning ichki hissiyoti qanchalik kuchli bo'lishi kerakligi haqida va insonni qanchalik bir-biriga bo'lgan munosabati jo'shqin bo'lishi yoki bir-biriga qiyin munosabati asli haqiqiy bo'lmasligi va uni orqasida boshqa munosabat turishi mumkinligi haqida va o'sha Rossiyaning o'sha etnik davrlari, o'sha Dostoyevskiylar yashagan va umr kechirgan davrlari haqida yaxshigina taassurot uyg'ota oladi. Siz uchun bu asar ko'pincha Sankt-Peterburg ko'chalarida o'tgan ma'lumotlar va bu asar insonni nima desa bo'ladi, ichki tuzilmalarini va odam qilib ko'rgan inson hayoti davomida kechirgan kechinmalarni qanaqa qabul qilish to'g'risida. Bu psixologik asar deb yuritiladi, lekin o'qisangiz bu sizni shunchaki ichki dunyoingizni o'zingizga ko'rsatadi. Tushunasizmi? Bu asarni o'qigandan keyin hamma inson o'ziga qarab ko'radi. Fyodor Dostoyevskiy yozgan har bir asari o'zgacha bo'lgani uchun juda ko'p o'qishadi. Bu asardan men hech nima olmadim va hamma narsa oldim. Asarni o'qib tugatish davomida men bu asardan yorqinlik kutmadim. Boshida o'qiganimdan bildimki, bu asarda yorqinlik yo'q. Chunki bundan oldin Fyodor Dostoyevskiyning Telba asarini o'qib chiqqanman va kinosini ham ko'rganman. Bunda ham shunaqa umuman yorqinlik yo'q va oxirida hech qachon yaxshi yakun bilan tugamaydi. Fyodor Dostoyevskiy asarlarining juda ko'p qismi oxirida yaxshilik bilan tugamaydi. Qanaqa yaxshilik? Biz asarlarda o'qigan yaxshilik. Hammasi izga tushib ketishi, hammasi yaxshi bo'lib ketishi, yo'q, unaqa narsa yo'q. Bu asarda inson doim qandaydir bir og'ir kulfatlarda qanday fikr yuritishi va qanday qilib bu vaziyatdan chiqib ketishi to'g'risida ham yozilgan. Bu odamga birdaniga bilinmaydi. Shu narsa haqida mana chiqib ketasan deb turib aytmagan, lekin qahramonni ko'zgusida inson o'zini ko'ra bilsa, shu voqea va ishga qarab tasnif bera oladi. Tasvirlab bera oladi, ifodalab bera oladi odamlar. Bu asardagi o'limlar, qotilliklar va o'zini ishonuvchanlik darajasi, insonning ishonuvchanlik darajasini juda yuqori, bir-biriga bo'lgan hissiyotlarni shunday tasvirlab, ifodalab berganki, bu asarni o'qish davomida shunaqangi bir asabingiz toliqadi, chunki bitta ochiqlab qo'yilmaganda hamma narsa. Shunchaki o'zingiz o'sha asarning ichiga tushib qolgandek tasavvur qilishingiz shart. Bo'lmasa o'qimaysiz. Shunchaki buni o'qimaysiz, o'qiganday bo'lasiz. Bu asarni o'qish emas, menimcha o'qish kerak va bu asarni ichiga tushgan odam yakunini topolmay qiynaladi. Chunki men ham shunday bo'ldi. Yakuniga bordik va yakunida Fyodor Dostoyevskiy Raskolnikov Sonyani sevishini tushunib yetdi va shu Sonyani tushunib yetish uchun 800 betlik kitobni o'qib chiqdim. Bu qiziq bo'ldi, lekin afsuski men hozir ozgina shokdaman, chunki bu asarda yakunida bunaqa kutmagandim. Boshlanishidan ma'lum edi-yu, lekin baribir bunchalik qayg'uli yakun topishini kutmagandim. Fyodor Raskolnikovning onasi ham o'lib ketdi. Singlisi Avdotya Romanova ham baxtli emas, lekin hayotidan xafa emas, lekin baxtli ham emas. Baxtli yakun yo'q. Sonya ham
Fyodor Raskolnikovni sevishini tushundi bir-birini, lekin ular yana 7 yil kutish kerak, chunki unga 8 yil qamoq berilgan. Shunaqa gaplar. Porfiriy Petrovich bo'lsa, o'sha o'zini nazariyasi bilan hali ham yashab yurganlar. Shu odamga meni qiziqishim katta bo'ldi, chunki Porfiriy Petrovich bu ishni ochgan, Raskolnikovni o'limni sodir qilishini ochgan eng katta shaxs va u odamga qarshi chalish menimcha muhim hisoblanadi. Va men bu kanalni yurg'izganimga 2 oy bo'lyapti menimcha, lekin bundan asosiy olinadigan maqsad she'rlar sifatida ochgandim, lekin meni yo'nalishim she'riyat bo'lgani bilan kitob o'qimasdan she'r yozish mumkin emas. Shuning uchun ularning bu kitob meni she'r yozishga undagan kitoblardan bittasi. Meni Muhammad Yusuf meni ustozim sifatida ko'raman. Muhammad Yusufni she'rlarini o'qisangiz, albatta bir o'ziga xos ajoyiblik ko'rasiz va u ajoyiblikning ichida oddiylik bor, soddalik. Men ham she'rlarimda, yozgan she'rlarimda ajoyiblik va oddiy soddalikni ko'rsatishga harakat qilaman. Sodda she'rlar insonlarga doim yoqib kelgan, lekin murakkab she'rlar ham yozib turaman. Endi buni tushunish menimcha she'rni ancha anglab yetish bilan bog'liq bo'ladi. Anglab yetsangiz keyin tushunasiz. Maslahat bergan bo'lardim bu kitobni o'qishni va men hozir o'qimoqchi bo'lgan kitoblarim qatoriga George Orwell 1984 asarini qo'shdim va uni sotib olganman. İstesangiz ko'rsatishim ham mumkin. Bu asar George Orwellning 1894 asari. Buni o'qishimdan maqsad, bundan oldin Molxona asarini o'qidim, George Orwellga tegishli va undan juda katta jamiyat va siyosatga bo'lgan fikrlarim o'zgardi. Va bu kitobni o'qiganimdan so'ng ham bu fikrlarim boshqa yo'nalishga o'zgarib ketmasligiga ishonaman, chunki u bergan yo'nalish menimcha anchagacha mening miyamda saqlanib qoladi va bizni jamiyatimizda va siyosatimizda anchagina nuqsonlar bor deb o'ylayman.